Bozorda tarvuz arzonlab ketibdi. Bugun tarvuz juda ham ko'p. Assalomu alaykum hurmatli aziz hojata hojilar, akalar, ukalar, charchamayapsizlarmi? Bugun biz Namangan viloyati Mingbuloq tumanida sizlarga tarvuz narxlarini tanishtirib o'tdik. Optim narxlarini. Mabodo tarvuz olmoqchi bo'lsalaring, bozorga tashrif buyuraverasizlar. Sababi tarvuz eng sifatlilari va eng arzonlari shu joyda bo'ladi. Shu joyga bitta like bosib qo'ying. Qisqanchiqmas like'larni bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Biz imkoniyat darajada sizlarga narx-navolarni tanishtirishga harakat qildik. Biz vaqt ajratib sizlarga narx tanishtiryapmiz. Sizlar like bosib, kommentariyada fikr qoldiraverasizlar. Tarvuz ekkan do'stlaringizga videoni jo'natib qo'yasizlar. Narx-navoni bilib turadi shu kanalga o'tib, xudo xolasa. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Galdagi videolarimizni xudo xolasa kuzatib boraverasizlar. Endi video roliklarimiz 3 qismga bo'linadi. Ya'ni bu joydan chiqqan narxlarni qo'yib boramiz va bozor narxlarini alohida, tarvuz narxlarini alohida. Sababi vaqti juda ham uzib ketyapti. Shuning uchun ko'pchilik videoni oxirigacha ko'rmaydi. Shuning uchun 10 minut, 15 minut olishga harakat qilyapmiz. Rahmatxonaga hammani Allohim barakotini bersin. Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum hurmatli akalar, ukalar, hojata hojilar. Charchamayapsizlarmi? Xullas 3-videoyimiz tarvuz bozori. Xudo xolasa sizlarga bu joyga qovun bozorini o'zi 2 qismga sig'yapti. Sotilganlarni o'zini va bozor ichidagini alohida olyapmiz. Har kungina shu holatda olishga harakat qilyapmiz. Biz tarvuz narxlarini tanishtirishda boshlaylik. Mana qaranglar. 20 kilogramli tarvuzni bilmayman, kattaligini qaranglar. Kimdan bu aka? Qalaysiz? Charchamayapsizmi? Nech pul ekan xudo xolasa? Aka, charchamayapsizmi? Solingizlar. 2000 so'm kilogramga. Mashalloh. Bunaqa yirik tarvuzlar 2000 so'mdan. Mana qaranglar. Juda ham zo'r. Ichida meni mujallada maydalari yo'q-ku, faqat mana shu holatda ekan hammasi. 350 1300 dan ko'tarmang. Bozor qanchadan qilyapti? 1.5. 1.5 qilyapti. Berganingiz yo'q. Chunki tarvuz juda ham vidi zo'r ekan xudo xolasa. Xo'p, necha gektar bor aka bunda? 2 gektar. 2 gektar bor. Endi ochildi. Xudo xolasa. Kecha ochdi. Juda zo'r. Telefon raqamingizni aytib yuboring. 95 lik 398 32 32. Ismingiz? Abdulaziz. Abdulaziz akamizga telefon qilaverasizlar. Bunga o'xshash 15-20 kiloli tarvuzlar ham bor ekan. Xudo xolasa. Bozoringiz bersin. Bunisi-chi? Hammasi bizdan. Polni sizdan hammasi. Xudo xolasa ko'rib turibsizlar. Polni uzib chiqilgan 2000 so'm narx aytilyapti ekan. Bemalol aloqaga chiqsalaring bo'laveradi. Bunisi kimdan? Nech pul ekan narxi? 1 millionga. Mana shu turishi do'ngi 1 million so'm. Nechta bor ichida? Bilmaysiz nechtaligini, lekin mana shu turishini 1 million so'm narx aytilyapti. Juda zo'r. Bozoringiz bersin. Hurmatli akalar, tarvuz bu tomonda. Odam juda ham ko'p. O'ta ko'p, xudo xolasa. Mana tarvuzni hozir narxini so'raymiz. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Nech pul ekan tarvuz? 800 so'm. Kilogramga. 1 kilogrammi 1800 so'm. Ozgina kami bor, yuradigan yeri bor ekan. Akmal aka? Ko'pmi tagi buni? Bisyormi? Oxirgisi. Bu oxirgisi. Xudo xolasa oxiri ekan. Qanchadan sotdingiz? Eng qimmati. 2 mingdan sotdik, 1.5 mingdan ham sotdik. 1.5 mingdan ham 2 mingdan ham sotildi. Juda zo'r, xudo xolasa. Bozorga tashrif buyuraverasizlar, xudo xolasa tagi bisyor. Xo'p, rahmat. Xo'p, assalomu alaykum. Hojata yaxshimisiz? Sizdanmi tarvuz, xudo xolasa? Alo. Charchamayapsizmi? Nech pul ekan narx? 1.5 ming deyapsiz kam bor. 1.5 ming narx aytilyapti kilogramga, ozgina kami bor ekan, xudo xolasa. Hop, telefonda gaplashyaptilar, xalaqit bermaymiz. Telefon raqamlarini keyinroq olishga harakat qilamiz. Tarvuz kimdan? Yo'q, tashlab qo'yaman. Sizdanmi? Men. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Kimdan bu tarvuz? Sizdanmi? Opa yaxshimi? Bil tarvuzdamisiz? Xudo xolasa tarvuz. Qovun tarvuz ham bo'laveradi. Yashang. Birinchi boshda siz olib keldingiz-a Qashqadaryodan. Nech pul aytyapsiz? 2000 kam bor deyapti. 2000 kami bor. Bozor qancha qildi? Sir bo'lmasa? 17 sotilyapti. 17 sotilyapti. Xudo xolasa, ayollarimiz aloqaga chiqmoqchi bo'lsa, mana ayol savdogarlar ham bor, xudo xolasa. Telefon raqamingizni ayting. 94 lik 504 54 48 raqamlariga telefon qilaverasiz. Ismingiz? Qoriyaxon opamizga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Rahmat, bozoringiz bersin.
Xo'p, Kelishaveramiz. xudo xolasa. Bunisi-chi? Bu ham sizniki. Faqat siz bilasizmi, o'tgan qovunda ham eng sarasini olardingiz. Tarvuzlar zo'r. Bu tarvuzda ham eng yiriklarni yuklab kelibsiz. Shirinlarga zo'r. Xudo xolasa juda zo'r. Qoriyaxon opamizga telefon qilaverasizlar. Ayol sotuvchilar bo'lsa, mabodo erkak kishiga qo'ng'iroq qilgan, o'ylanib turgan bo'lsalaring, ha? 94 bor, o'g'limni. Xo'p, 94lik. 419 419 4111. Telefon qilishaveradi, xudo xolasa. Bozoringiz bersin. Xo'p, hurmatli akalar, galdagilar, assalomu alaykum. Dehqonboy yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Bugun bozor nech pul bo'lyapti endi? 1100 so'm qilishyapti. 1100 so'm. Ikkinchi uzumini 1100 so'm qilishyapti ekan. Ya'ni kilogramga xudo xolasa. Qancha narx aytyapsiz? 1,5 ming dedik. 1,5 ming dedingiz, 1100 qilishdi. Juda zo'r, xudo xolasa. O'zi yakunlab qolibsiz, ikkinchi uzum deyapsiz-ku. Yuzum bo'ldi. Birida tugatdik. Hey, yashang. Yuzum tugatdik. Bozoringiz bersin. Yashang. Ismingiz? Olimjon. Olimjon aka, chetda tanishlar bormi? Ha, endi hamma joyda bor. Salom aytib qo'ying. Hamma Salom. hey, yashang. Bozoringiz bersin. Xo'p, Bog'dan olib kelyapti. xudo xolasa. Bozoringiz bersin. Xo'p, yaldagilarni olishga harakat qilyapmiz. Xudo xolasa. Tarvuz kimdan bu tarvuz? Nech pul aka? 2000 so'm kam bor. 2000 so'm kami bor. Bozor qancha qilyapti? 14,5. 14,5 qilyapti, berilganligi yo'q, xudo xolasa. Tagi bisyormi buni? Ha, endi ha, Yo'q, gektarda. Serob. Telefon raqamingiz? 99 lar. 99lik 869 869 979. 79 raqamlarga telefon qilaverasizlar. Ismingiz? Muhammad. Muhammad akamizga xudo xolasa. Bozoringiz bersin. Bo'pti. Xo'p. Xo'p. Xudo xolasa savdosi bo'lyapti mo'ljali. Ana. Alloh biladi. Mayli, bozorga xalaqit bermaymiz va hozir narxini so'raymiz. Bu kimdan ekan bu? Qancha aytyapsiz? Xo'ja. 2000. Bozor qancha qilyapti? 13 Xudo xolasa savdosi 1300 so'mdan bo'pti mana bunga. Xudo xolasa. Juda zo'r. Bir boshdan olishga harakat qilaveramiz. Mana monobollar vashi tinmaydi. Qayga dazmol tutsa ham ko'rsatadigan mashi bollar bo'ladi. Tarvuz kimdan? Sizdanmi? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Nech pul ekan narxi? 1 million 100 kami bor. Xudo xolasa tagi to'la. Ishlarni ham ko'rsatib qo'yaylik. 1 million 100 ming ekan mana shu Moskvadagi to'la tarvuzlar, xudo xolasa. Bozoringiz bersin. Xo'p. Xo'p, navbatdagilari. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Nech pul ekan bugun? Sotildimi ham? Sizdanmi hojata? 5 ta deydi. 5 ta deydi ketdi. Yo'q. Endi kelishdi. Endi yetib kelishdi. 1300 baho bo'lyapti. 2000 narx aytyaptilar. Juda zo'r. Bozoringiz bersin hojata. Xo'p. Xo'p, hurmatli akalar, xudo xolasa. Xo'p, yashanglar, yashanglar. Bo'ldi. Chiqaylikmi yani? Nech pul ekan aka, xudo xolasa? 5 ta chiqdi endi. Bam, ha, dadangiz bo'ladilarmi? Mash qatordagi hammasi Ashamaga tegishliga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Qalaysiz? Charchamasdan. Rahmat, ishlaringiz yaxshimi? Xudoga shukr. Nech pul ekan xudo xolasa bugun bozor? Xudo xolasa mana 1 kilogrammi 2000 so'mdan. Juda zo'r. 2000 so'mdan. Bozor qancha qildi aka? bozor qanday qilmoqda? Endi Hali narx qilingan. kuz keldi. Endi yetib kelib Endi turibsiz. yetib keldi. Qancha bor xudo xolasa gektarda? Bor ancha-muncha bor. Ancha-muncha bor. Telefon raqamingizni ayting aka. Telefon raqamim 93lik 93lik 26 926 8205. 8205 raqamlariga telefon qilib kimga murojaat qilishadi? Solijon. Solijon akamizga aloqaga chiqasizlar, xudo xolasa. Dastavkasi bilan qilib beraverasiz. Xudo xolasa. Gap yo'q aka. Mana shu joyga bitta like bosib qo'yinglar. Rahmat hammaga. Xo'p. Xo'p, hurmatli akalar, navbatdagi tarvuzlarni sekin syomka qilib ketaveramiz. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Sizdanmi aka, xudo xolasa? Nech pul ekan narxi? 1,5 ming. 1,5 ming so'm. So'rashyaptimi shunda? 1200 so'rashyapti. 1,5 ming narx aytilyapti ekan, 1200 so'rashyapti ekan, berilgani yo'q ekan. Juda zo'r. Tagi bisyormi ekan buni? Ha. Telefon raqamingizni berasizmi? Bervermiz. Ha? Yo, telefon raqami qo'ymaveradi. Bo'laveradi aka. Bozoringiz bersin. Xo'p. Xo'p, tarvuzni oxiri xudo xolasa. Assalomu alaykum. Dehqonboy yaxshimisiz? Nech pul ekan xudo xolasa tarvuz?
1200 so'm aka. 1200 so'm kilogramga. Juda zo'r. 1200 so'mdan xudo xolasa. Kelishadigan joyi bor ozmoz, ha? Xudo xolasa. Telefon raqamingizni berib yuboring. 93lik 734 734 0515. 0515. Xudo xolasa aloqaga chiqarishaveradi. Ismingiz? Ilhomjon. Ilhomjon akamizga aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Sifatli va arzon tarvuz qidirgan akalarimizga. Xo'p, navbatdagilar, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Charchamayapsizmi? Sizdanmi bu? Charchamayapsizmi? Nech pul ekan narxi? 1 million. 1 million. Turishi 1 million. Turishi 1 million. Xudo xolasa turishi 1 million ekan. Bozor endi yetib kelib turibsizlarmi, jala? Ha. Endi yetib kelib turibdi ekanlar. Yo'q, 90 qolsa 9 ming deydi. Hali duq bor-da. Gap yo'q, hali duqsinga yo'q. Duqsinsa 900 ming deydi. Gap yo'q, bozoringizni bersin. Hurmatli akalar, bu bizning tarvuz bozorimiz, xudo xolasa. Biz bu joyda nima deydi? Shu narx-navolarni tanishtirib sizlarga harakatini qilishga va intilishga harakat qildik. O'tkazgan vaqtlaringizga rozi bo'lib qo'yinglar. Xo'p, jag'imdalib ketdi. Bugun 3 ta video oldik. Tarvuz bozor, sotilganlari va bozor ichidagi to'liq narxini oldik, xudo xolasa. Rahmat e'tibor uchun. O'tkazgan vaqtlaringizga rozi bo'lib qo'yinglar.